oxir zamon yaqin qolganda judayam. Muhit insonga qattiq ta'sir qiladi. Hozir biz musulmonlar mana hijob o'raganlar, soqol qo'yganlar har xil selfilar qo'yapmiz. Bolalarimizni esdalik rasmga tushirish uchun qo'liga gitara tutqizib qo'yapmiz. Ko'zoynak taqib qo'yapmiz. Olifta shlapalarni kiydirib qo'yapmiz-da. Ertaga biz o'lib ketsak, bolalarimiz o'ylaydiki, ha, gitara yaxshi narsa bo'lsa kerak, otam menga shuni ushlatib qo'ydi rasmga tushayotganimizda. Shlapa yaxshi narsa bo'lsa kerak deydi yoki modniy kiyinish, ana katta shimlarni kiyib olibda bo'lish yaxshi narsa bo'lsa kerak, otam menga shuni o'rgatgan edi deb eslab qolishadi-da. Biz bir narsani unutmaylik. Biz bolalarimizga hozir nimani ko'rsatsak, o'sha narsa biz o'lganimizdan keyin qolib ketadi. Har bir oilada har kuni suhbat bo'lish kerak. Men oilamda bilasizmi qanaqa suhbat qilaman? Dasturxonda to'planganda o'g'illarimga aytaman, xoh u 10 yosh bo'lsin, xoh undan kattaroq bo'lsin, bolam, hozirgi oxirgi zamon urushlar bo'ladi, suv toshqinlar bo'ladi, yer qimillashlar bo'ladi, katta sinovlar keladi. O'sha vaqtda sen erkak bo'lishing kerak. Ya'ni, misol uchun yer qimillasa, voydod deb bir burchaga bekinib olmasda, oilani xavfsiz joyga olib chiqishing. Oila och qolib ketsa, ko'chada tentirab, ovqat topib kelishing, non topib kelishing, suv topib kelishing seni bo'yningda bo'ladi. Agar o'sha vaqtda men seni yoningda bo'lmasam, ya'ni ota bo'lib men o'sha vaqtda sizlarni yoningizda bo'lmay qolsam, men o'lib ketgan bo'lsam yoki yer uyi tagida qolib ketgan bo'lsam, mana shunaqa narsalarni o'rgatishimiz kerak-da. Hozir bu meni tanbehlarim hijobli muslimalarga, vaynerlarga va soqolli birodarlarga va o'zimga. Men ham nazorat qila olmayman oilamni. Misol uchun ayolim bir zo'r selfiliga olsa bolalarimni urishib beraman, so'kib beraman. Nimaga o'rgatyapsan bolalarni? Ertaga dajjol kelsa, hamma uni iloh deb ergashib ketib qoladi. Dajjol kelishidan oldin ocharchiliklar bo'ladi. Ya'ni 1 yil, 2 yil, 3 yil hosillar bo'lmaydi. Va odamlar bir burda non uchun hamma narsaga jonini berishga tayyor bo'ladi. Hozir mana oliftalar pochkasini sotib iPhone sotyapti-yu. Shu nimaga iPhone sotyapti? Uni ishontirishdi. Mana shu telefon dunyodagi eng afzal narsa deb ishontirishdi. Va u pochkasini beryapti. Oladi qo'liga bunday knopkalarni bosib ko'radi, bu dunyodagi eng baxtli odam bo'lish uchun. Shuning uchun biz oiladagi muhitga qarashimiz kerak. Ya'ni bu gapimdan maslahatlashayotganim sizlarga bo'lishayotgan narsam. Oilada diniy suhbat bo'lishi kerak. Bekitib bo'lsa ham o'sha YouTube'ga kirib, sahih olimlarni darslarini eshitish kerak. Ya'ni ilohiy sunnatlar, Alloh ism sifatlari va shunga o'xshagan darslarni. Aqidani o'rganish kerak. Shunchaki musulmon odam nima kafega bora olmaydimi? Musulmon odam dengiz bo'yiga chiqa olmaydimi? Musulmon odam sayohat qila olmaydimi? Yo'q, qiladi. Chegarada. Ya'ni siz kafega olib borsangiz ham, bolalaringizga yaxshi ovqatlar olib bersangiz ham, lekin u kiyintirayotganda, olifta selfilar qilayotganda hushyor bo'ling. Siz bolaga fundament qo'yyapsiz. Mana Misrda yashaydigan oilalarga qarasangiz, 4 yoshli bolasi Qur'onning oyatlarini biladi. 7 yoshli bolasi qori. Qori bo'lish farz emas. Men aytayotgan narsam o'sha bolaga "Men bu oyat qaysi surada keluvdi?" deb so'rasangiz, aytib beradi. Ertaga shu oyatning ma'nosini ham o'rganadi, aqli joyiga kirganda, ya'ni balog'atga yetganda mazmunini ham o'rganadi. Biz hozir farzandlarimizdan qori qila olmasligimiz mumkin. Misol uchun O'zbekistonda yashab bir qori bolaga shogird bera olmasligimiz mumkin. Lekin ota-ona sifatida dasturxonda biz dunyoni asosini tushuntirishimiz kerak. Misol uchun men tradingda dars o'tayotganda bozorni asosini tushuntiraman. Mamlaqa vaqtida narx tushib ketadi, mamlaqa vaqtida narx ko'tariladi. O'sha tushib ketganda sen xursand bo'lganda, "Oga" deb o'rgataman. Hayotda ham shunaqa o'rgatishimiz kerak. Ya'ni o'tirganda ayolimizni ham, o'zimizni ham, farzandlarimizni ham har doim eslab turaylik. Nimaga biz bu dunyoga keldik? Alloh bizani vaqtincha bu dunyoga yaratdi. Vaqtincha hayot berdi. Shu Mulk surasida Alloh aytadi: "Qaysi biringiz yaxshiroq amal qilishingizni ajrata olish uchun biz sizlarga o'lim va hayotni berdik" deydi. Inson suv holatida, onasini qornida suv holatida bo'lganida, bir parcha go'sht holati bo'lganda u o'lik bo'ladi.
Undan keyin unga jon beriladi, ruh beriladi. Undan keyin yana o'ldiriladi. Undan keyin unga yana jon beriladi, keyin u jahannamga kiradi o'sha joni bilan. Yo jannatga kiradi. Biza hozir o'sha vaqtinchalik hayot berilgan davrda biza, ya'ni 50 yilmi, 60 yilmi, 70 yilmi. Lekin bizdan keyin yana urug' qolib ketadi, bolalar qolib ketadi. Shu bolalarimizni vayinchi bo'lib qolmasin deyman-da. Mana hozir xotinlar vayin qilishyapti-yu, xotini bilan bir allambalo narsalarni qilib, odamlarni hayratlantirish bilan ovoradi. Bularning bolalari kim bo'ladi? Bir hezilak, layoqatsiz, erkaklik sifatiga ega bo'lmagan bola paydo bo'ladi. Men birodarlarim aytadi, men bolalarimni sportga beraman, sog'lom ovqatlanishni o'rgataman deydi. Misol uchun tabiiy narsalarni yeyish, o'sha erkak kishiga erkaklikni beradigan narsalarni ko'chada ursa, birontasi bilan ursa, u nohaq bo'lsa, men ajratmayman deydi. O'rgansin urishni deydi. Erkak bo'lsin deydi. Kim ana qo'lida gitara ushlagan yoki telefon topgan-tutganiga bir telefon olib, u parkda selfie tushadigan, bu parkda selfie tushadigan hezalik bo'lib katta bo'lmaslik uchun deydi. Biza misol uchun bizani davrda, katta bo'lgan davrimizda biron bir kelishmovchilik bo'lsa, maktab orqasiga o'tilardi, urush bo'lardi, mushtumlashillardi. Kim yutsa bo'ldi, ishkal hal bo'lardi. Mana bu yutib chiqdi, ishkal hal bo'ldi. Ya'ni erkaklik sifati bor edi oldin. Hozir TikTokga chiqadi, Instagramga chiqadi, falonchiga atvet, pistonchiga atvet. Ey pistonchi, men seni bunaqa qilaman, men seni bunaqa qilaman. Ey chiqoq bor o'zi bilan birga gaplashib ol. Podyeziga bor, chaqir. Falon joyda ko'rishamiz, mushtlashib olamiz. Bir erkak bo'lib bor, mushtlash. Yutib chiqsang sen yutding, yutqizsang sen yutqizding. Bo'ldi, ora ochiladi. Nima qilasan? 50 ta video seriya chiqarib, falonchiga atvetim, pistonchiga atvetim. Hammasi dinsizligiga borib taqalaveradi. Hammasi dinsizligiga borib taqalaveradi. Hammasi. Bu video meni murojaatim musulmonlarga. Johillar-ku, mayli o'lib ketsin johillar. Musulmonlarga, biza soqol qo'ygan birodarlar, hijob o'ragan muslimalar. Sotsial tarmoqqa ehtiyot bo'linglar. Ro'mol o'rib olsa-da, muslimalar rasmiylarni qo'yib olsalar. Qancha erkak qariydi. Agar sizlarning eringlar o'lgan bo'lsa, qabrda tik turyapti. Men qanaqa xotin tashlab ketdim bu dunyoga? Agar ajrashgan bo'lsanglar, yo bir musulmonga turmushga chiqinglar yoki ketinglarni qisib oxiratga yetib olinglar musulmon bo'lib. Kerak emas hamma yoqqa o'zinglar namoz qilib, likillab, kafelarda selfie tushib, ana sersalar bilan mamnaqalar qilib misol uchun-da. Bular arzimagan narsalar, lekin ertaga bizning oxiratimizga ta'sir qiladi. Mana bugun bombardimon bo'ldi-da Ukrainada. Chiqib derazadan bundan mo'raladim, bizdan bir 5 kilometr narida bo'layotgan ekan, yana kirib uxladim. Biza men tomonga yaqinlashsa, o'rnimdan turaman, yana uxladim, lekin baribir kalima keltirdimki, hozir o'lib qolsamchi. Ya'ni mendan qanaqa farzandlar qolyapti, mendan qanaqa ayollar qolyapti. Mendan qolayotgan ayollar xayolida milliy taomga borish, bir turk qahvasini ichish, zaparkka borish, chiroyli selfie tushish, bolalarga katta-katta shimlarni kiydirib, shlapalarni kiydirib, ochkilarni taqtirib, qo'liga gitara ushlatib qo'yib, esdalik rasmga oladigan xotin qolyaptimi? Yoki diniga ham qiladigan, ertaga bolalarim mujohid bo'lsin, ertaga musulmonlarga ham qiladigan bo'lsin, ertaga musulmonlar tarafida bo'ladigan bo'lsa degan xotin qolib ketadimi deb o'ylayman-da baribir. Shuning uchun muhit juda katta rol o'ynaydi. Oilaviy muhit juda ham katta rol o'ynaydi. Es-hushi bor musulmon odam agar u iymon keltirgan bo'lsa, har kuni bir 10 minut, 15 minut bo'lsa ham shu ilohiy sunnatlari, Alloh ism sifatlari, musulmonning aqidasi, mana shunaqa narsalarni o'rganish kerak deb o'ylayman. Va uni keyin oilada o'sha kuni eshitgan narsasini, xulosasini yetkazish kerak farzandlariga. Sizlar o'ylamanglar, bolam 10 yoshku, bir 20 yosh bo'lganda sekin namoz o'rgatib qo'yaman. Bu namoz hech narsa emas. Ya'ni inson anglamagan holda tahorat olib, uni engashib turishi hech narsa emas. Toki u fahmlamaguncha nimaga men namoz o'qiyapman?
Nimaga men namoz o'qiyapman deb fahmlamaguncha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 yil iymondan dars o'tdilar, tavhiddan dars o'tdilar. 10 yil. Keyin namoz farz bo'ldi. Ya'ni 10 yil ichida sahobalar tushunishdi nimaga bu Allohga bizni bo'yin egishimiz kerakligini. Mana hozir bir xil do'stini islomga da'vat qiladi, ertasi kun namoz o'qimaganiga uni malomat qiladi. Sen namozlaringni tashlab yuboribsan, sen o'qimayapsan. Yo'q, gap namozda emas. Gap nimaga ibodat qilish kerakligini inson tushunib yetishida. Qachonki tushunib yetsa, uni birovni ehtiyoj hojati qolmaydi. O'zi bu dinni qo'yadi, o'zi bomdodga turadi. O'zi ko'chada bo'lsa ham biron bir magazin kirib namozini o'qib oladi. O'zi namozlariga qaraydi. Qachonki u tushunib yetsa. Tushunish qachon bo'ladi? Atrofida Allohni eslatmaydigan odamlarni kamaytirishi bilan. O'tgan safar men aytdim-ku, Allohni eslatmaydigan do'stlardan uzoqlashinglar dedim. Nimaga? U do'stlaringiz bilan siz faqat ovqatlanasiz, tug'ilgan kunni nishonlaysiz, Xudoyni ko'rishasiz, to'yda ko'rishasiz. Bo'ldi, kerak emas ular. Ular sizga Allohni eslatmaydi. Qachonki siz do'stlaringizga da'vat qilib, Allohni eslatsangiz, bo'ldi, munosabatni ushlab tursa bo'ladi. Agar aytsaki, hozir unaqa zamon ko'tarmaydi, islomni ko'tarmaydi hozir zamon, ko'ryapsan, qama-qamali ko'p desa, u odamlar aloqani uzib tashlayveradi. Chunki Alloh Qur'onda aytadiki, kimki bizning oyatlarimizdan yuz o'girsa, biz uni adashgan yo'liga yo'llab qo'yamiz va oxiratda alamli azob bilan azoblantiramiz. Ya'ni oyatda yuz o'girdimi inson, labbay deb javob bermadimi? U insonni siz yoningizda kolleksiya qilib, bir sumkalaringizda saqlashingizni hojati yo'q. Kimki Allohdan qo'rqsa, sizga nasihat qilsa, Allohni eslatuvchi bo'lsa, o'shalar bilan qalin munosabat bilan boylab tashlash kerak. Toki uni farzandlari bilan, sizning farzandlaringiz ham erta kelajakda birodar bo'la olishi uchun.